O'zbekistonda 12 ta viloyatga xizmatlar bor. Akalarimiz tashqi fasad uchun yangilik qo'yishgan. Qiynalib ustida chaqirib o'tirmasdan o'zingiz bemalol yopishtirib qo'ysangiz bo'ladi. Issiq sovuqlik tomonlama uyingizni ham bir xil holatda issiq saqlab beradi. Undan tashqari suv aqli o'tirmaysiz. Betdek ko'rib turganlaringiz dastlabki nech puldan qilib beradi degan aka-ukalarimiz uchun dastlabkani vodiy bo'ylab 50 kvadratdan oshiq olsalaring qilib beriladi. Agar O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga, Angrenni u yog'iga, Toshkentdan, Voha, Samarqanddan aka-ukalarimizga 100 kvadratdan oladigan bo'lsangiz, qalinligi necha deganlarga 3ligi 90 ming so'm, 5ligi 110 ming so'm bo'ladi. Eng yaxshi tomoni bu toshlari tabiiy holatda bo'ladi. Pishig'iligiga qanaqa deganlarga olib kelingda, mana pishig'lik tomonlama mana bu yerga 2 yil 3 yil oldin yopishtirilgan, yangidek turibdi. Yana tekachilab bersangiz bo'ladi. Bu pishig'imi shlaka blokka mana yopishtirilgan holatida osilib beramiz do'stlar. Qaranglar mana. Oyog'im yerdan uzildi. Bemalol ko'taraveradi. Agar yuladigan bo'lsa, shlaka blokchi yulib chiqadi. Agar shuni biznesiga qiziqayotgan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, $900 dan $1200 gacha yotoq joy hamma yo'g'i ichida stanoylar bilan o'rgatib qo'yishadi. Oyiga $4000-5000 daromad qilsangiz bo'ladi. Pastda nomerlar bor. Ravshan Medonov qilib beringlar.